farzandlaringiz necha nafar? 4 farzandim bor. 3 o'g'il, 1 qiz. Ayolingiz shu sohadamilar? Yo'q, ayolim yurist. Siz farzand ko'rayotganingizda o'zingizni farzandlaringiz uchun ham bir bong urib qo'yasizmi? Bizni endi har bir narsani farzandlarimizdagi bong urish bizada qalban bo'lgan eng oliy ne'matlardan biri. Eng shirin ne'mat va bu ne'matlarda erishishda boshqa narsalar bilan siz taqqoslay ola olmaysiz. O'ziga yarasha quvonchi bor, o'ziga yarasha unga podxod qilasiz. Injiqliklari bor, o'ziga hali yarasha. aytganingizga qon gruppasi har xil. Da, qon gruppasi har xil, dunyo qarashi har xil. Kimgadir kulishib gaplashasiz va farzandlaringizga undoq umuman qilib olganingizda siz farzandingizdagi oiladagi tarbiyangiz siz boshqa bir korxonadagi tarbiyangizni professionallik holatiga olib keladi. Har bir rahbar inson oilasidagi tartib, rahbarlik darajasi, liderlik darajasi oilasidagi tartibdan boshlanadi.